Meni ko'rishni istaganmidingiz? Taqdirimga bitilgan bo'lsa meni o'ldiring. Men roziman. Bu go'dakni qanday aybi bor? Uni menga bering. Menga samodan xabar keldi. Ammo bu ishni o'zim qila olmayman. Nimalar deyapsiz? Sizga qanday xabar keldi? Nega bunday vahshiylikka qo'l urdingiz? Shahzoda Tavqi la'nat bilan dunyoga keldi. U Koguryoni barbod qiladi. U akasini, opasini, ota-onasini va hatto o'z farzandini o'ldiradi. Bas qiling.